Assalomu alaykum. Qo'qon universiteti Andijon filialida maktabgacha ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarimiz uchun binar dars tashkil etildi. Ushbu binar darsda ijtimoiy va iqtisodiy fanlar kafedrasi dotsenti Karimova Muyassarxon hamda Andijon davlat universiteti falsafa kafedrasi mudiri Yo'ldasheva Faridaxon tomonidan olib borildi. Yesus Kristus, salvamanlar bizler. Assalomu alaykum. Bugun Qo'qon universiteti Andijon filiali ijtimoiy fanlar kafedrasining taklifiga ko'ra dotsent Karimova Muyassarxonni dinshunoslik darsini binar dars sifatida o'tkazyapmiz. Bugun mana birinchi marta men kelishim bu universitetga. Meni taassurotlarim juda ham yaxshi. Universitet har qanaqa jihatdan, moddiy jihatdan, ma'naviy jihatdan talabalarni bilim jihatidan juda ham bir o'ziga xos taraqqiy etgan universitetiga. Bu universitetni kelajagiga men omadlar tilayman, talabalariga yuksaklik tilayman, muhtaram aziz ustozlariga yanada yuksak yutuqlarni qo'lga kiritishlarini tilayman.